Demak, assalomu alaykum hurmatli talabalar. Bugungi amaliy mashg'ulotimiz mavzusi applikatsiya va mazaka darslarini tashkil etish metodikasi. Bu qismida sizga applikatsiyadan qisqagina nazariy ma'lumot berib o'taman. Demak, applikatsiya bundan 2005 yil muqaddam ko'chmanchi xalqlar o'rtasida paydo bo'lgan. Applikatsiya bilan kiyim boshlar, turar joylar bezatilgan. Applikatsiya turli xalqlarda turli materialdan tayyorlangan deb bemalol aytib o'tishimiz mumkin ekan. Applikatsiya o'zi nima? Applikatsiya tasvir hosil qilish texnikasidan biri bo'lib, lotincha so'zdan olingan bo'lib, biror narsani joylashtirmoq, joylamoq, yopishtirmoq, rang-barang qog'oz yoki mato parchalari yoki boshqa materiallarini yopishtirmoq degan ma'nolarni bildiradi. Demak, o'sha tasvirlash texnikasining bir ko'rinishi sifatida applikatsiya juda qadim zamonlardan qo'llanib kelgan. U qadim davrlardan kiyimlar, poyafzal, mehnat qurollari va uy ro'zg'or jihozlarini bezatishda juda keng foydalangan. Applikatsiyaning mavzular sifatida dastlabki davrlarda qushlar, hayvonlar, insonlar, chiroyli o'simliklar va gullar tanlangan. Applikatsiya bajarishda keyinchalik iplar, matolar, metal plastinkalar, biser va marjonlardan foydalana boshlaganlar. Hozirgi kunda applikatsiya har bir xalq san'atida juda keng tarqalgan. Applikatsiyaning eng yosh turi floristikadir deb bemalol ayta olamiz. 1960-yillarda dunyoda birinchi florist rassomlar jamiyati tashkil qilindi. Applikatsiya bilan shug'ullanish bolalarning dunyoqarashini uyg'un rivojlanishda juda katta ahamiyatga egadir. Applikatsiya ijodni rivojlantirishga yordam berish bilan birga fantaziyani ham boyitadi. Bundan tashqari, kuzatuvchanlik, diqqat va tasavvurni faollashtiradi, irodani tarbiyalaydi. Qo'l mehnati, shaklini his qilish, chamalash, rangni sezish qobiliyatlarini ham o'stirishga applikatsiya bilan ishlash orqali erishish mumkin. Rangli qog'oz yoki boshqa materiallardan kompozitsiyalar ustida ish olib borish badiiy didni avjiga oldiradi. Demak, bunday ishlarni biz bemalol boshlang'ich sinflarda ham amalga oshirsak bo'ladi. Applikatsiyalar bilan ishlash boshlang'ich sinf o'quvchilarida ham boshlang'ich sinf o'quvchilarining 1-sinfda, 2 va 3-sinflarda soddadan murakkabga qarab darsliklarga kiritilgan. Bundan tashqari, o'sha aytib o'tishimiz mumkinki, applikatsiya o'zbek applikatsiya san'atida to'xtalganimizda u xalq amaliy san'atning juda ko'p sohalari bilan uyg'unlashib ketganligini ta'kidlashimiz lozim. Applikatsiya alohida o'ziga xos san'at shakllari, ayniqsa Buxoro zardozlik san'ati, so'zanachilik ko'rinishlarida o'ziga xos. Boshqa xalqlar applikatsiya san'atidan farqli ravishda rivojlangan. Xorazm applikatsiyasi qurama san'atini alohida ajratib ko'rsatishimiz kerak bo'ladi. Qurama O'zbekistonning boshqa hududlarida Xorazmdagi singari rivojlanmagan. Xorazmda har xil matolar parchalari yoki qoldiqlaridan turli bezaklar, uy ro'zg'or anjomlari tayyorlash qadimdan ommalashgan bo'lgan. Qurama bajarish bilan asosan ayollar shug'ullangan. Sotish, yostiq jildlari, ko'rpacha kabi anjomlar tayyorlangan. Qurama shuningdek ularni bezatishda ham keng ko'lamda ishlatilgan. Mana misol qilib rasmlarda ham ko'rishingiz mumkin. Applikatsiya o'zbek xalq amaliy san'atning boshqa turlari bilan uyg'unlashib ketganligi sabab ham ko'pincha ustalar tomonidan tayyorlangan har xil mashg'ulotlarga bezaklar berishda, kiyim-kechaklar va kundalik turmush anjomlarini bezashda juda keng qo'llanilgan. Ayniqsa o'zbek so'zanalari o'zining ramziy ma'nolarini, undagi tasvirlarning yorqin ranglari bilan nafaqat qadimgi O'zbekiston hududida, balki savdo-sotiq jarayonlarida boshqa davlatlarda ham juda yuqori qadrlangan. Qadimgi o'zbek so'zanalarining namunalari bugungi kunda Germaniya, Fransiya, Yaponiya kabi dunyoning ko'plab mamlakatlaridagi muzeylarda hozirgi kungacha namuna sifatida saqlanib kelmoqda. Yana shuni aytib o'tishimiz kerakki, o'sha pedagoglarning tajribalarini umumlashtirish natijasida applikatsiya bajarishning
quyidagi ahamiyati aniqlangan. Borliqni estetik idrok qilishning rivojlanishi, badiiy didning shakllanishi, badiiy grafik ko'nikma va malakalarning rivojlanishi, fantaziya, ijodiy tafakkur va tasavvur, fazoviy idrokning rivojlanishi, qo'lning aniq harakatlari va barmoqlarning nozik harakatlanishini rivojlanishiga yordam beradi. Bundan tashqari, badiiy ijodni tashkil qilishning ayrim ko'nikmalarini egallash, mahalliy va dunyo badiiy madaniyatlari haqidagi ma'lumotlarni egallash, tomosha qilish madaniyatini tarbiyalash, badiiy tasavvur faoliyatini kasbga moyillikning ochilish imkoniyatlarini o'sha boshlang'ich sinf o'quvchilari applikatsiya o'rganish davomida egallashi mumkin. Applikatsiyaning turiga keladigan bo'lsak, applikatsiyaning 7 ta turi mavjud. Dekorativ applikatsiya, geometrik shaklli applikatsiya, geometrik figuralardan predmetli applikatsiya, ko'p rangli applikatsiya, badiiy applikatsiya, sujetli applikatsiya va mavzuli applikatsiya. Ana endi applikatsiyalarga bir to'xtaladigan bo'lsak, dekorativ applikatsiya u naqsh gullardan tashkil topib, alohida tasvirlar, barglar, shoxlar, qo'zi qorin, qushlar, mashina, odam, uy shu kabilar tasvirlanadi. Tasvirlanishi mumkin. Bundan tashqari, dekorativ applikatsiya mana namunalar ko'rishingiz mumkin. Keyingisi geometrik shaklli applikatsiya. Boshlang'ich texnikasiga ko'ra applikatsiyaning eng oddiy turlaridan biri hisoblanadi. Geometrik shaklli applikatsiyalar 1-3 sinflar o'quvchilari geometrik shaklli applikatsiyalarni bajarish quyidagi bilimlarni egallaydi. Bu o'sha darsliklarimizda hozirgi kunda amalda qo'llanadigan 1-3 sinf darsliklarimizda bu applikatsiyaning turlaridan darsliklarga kiritilgan va o'quvchilar keng ko'lamda o'sha qog'ozdan, kartondan foydalanib yasashadi. Demak, geometrik applikatsiyada mana keyingi applikatsiyamiz geometrik figuralardan predmetli applikatsiya. Bolalarning predmetlari fazoviy idrok etishi rivojlanishi kerak. Bizni o'rab turgan narsalar uy, archa, daraxt, mashina, idish, tovoq, jonivorlar, gullar shu kabilarni u yoki bu darajada geometrik shakllar bilan ifodalashni nazarda tutadi. O'qituvchi istagan predmetni tanlashi mumkin. Uni bolalar bilan birgalikda ko'rib, uni ayrim detallari qaysi geometrik shakllarga o'xshashligi, ularni qanday o'lchamlarda qaysilarini kattaroq, qaysilarini kichikroq olish, qanday izchillikda joylashtirish kerakligini aniqlanadi. O'quvchilarni doira va ovalni qo'lda kesish, qirqishga o'rgatish kerak. Buning uchun kvadrat shakldagi qog'ozni to'g'ri buklab, burchakni qilsa doira tayyor bo'ladi degan tushunchalarni dars mobaynida berib boramiz. Mana geometrik figuralar predmetli applikatsiyadan namuna buni bemalol boshlang'ich sinf o'quvchilarini o'sha darsliklarga kiritilgan va bemalol o'quvchilar o'z qo'llari bilan yasay oladi. Keyingi applikatsiya turi ko'p rangli applikatsiya. Ko'p rangli applikatsiyalarni qirqish anchagina murakkab ish bo'lib, tasvirni qismlarga ajratish bilan aloqadordir. Bu turdagi applikatsiyani bajarishda fanni tanlash muhimdir. Fon ifodalanadigan predmetlar rangidan ochiqroq bo'lishi kerak. Ana shunda predmet xuddi bo'rtib turgandek yorqin ko'rinadi. Hammasi o'ylagan kompozitsiyaga bog'liq bo'ladi. Mana bunda xo'p bemalol ko'rishingiz mumkin ko'p rangli applikatsiyadan namunalarda. Ana endi keyingi applikatsiya turimiz sujetli applikatsiya. Sujetli applikatsiya kompozitsiyasiga ko'ra oddiy va murakkab bo'linishi mumkin. Murakkab sujetli applikatsiya ertaklar, hikoyalar shu kabilarda illyustratsiya sifatida yasaladi. Agarda sujet oddiy bo'lsa, tasvirlarni oldindan belgilanmay qirqish ham mumkin bo'ladi. Murakkab sujetli applikatsiya ham sujet tanlashdan boshlanadi. Agar sujet o'quvchilarning o'zi o'ylab topgan bo'lsa, bu rasm chizish malakasiga ega bo'lsa, unda avval sujetni rasmni, so'ngra rasmlar detallarini chiziladi va qirqib olinadi. Ayrim detallar turli rangdagi qog'ozlardan qirqiladi. Mana shunday qilib ketma-ketlikda amalga oshirish mumkin. Sujetli applikatsiya kompozitsiyasiga ko'ra oddiy va murakkab bo'lishi mumkin. Mavzuli applikatsiya, keyingi applikatsiyamiz, demak, tematik applikatsiya ma'lum mazmunni aks ettirish va
ettirishi lozim. Bu badiiy asar uchun illyustratsiya, applikatsiya, plakat bo'lishi mumkin. Badiiy tematik applikatsiya va predmet formasida asosiy proporsiyalarni, qismlarni o'zaro aloqasini, manzara va narsalarni hajmini, rangini, soya va yorug'lik tushayotgan tomonni munosib rang berib ko'rsatish kabilar ifodalanadi. Bu o'sha mavzul applikatsiyamiz eng murakkab applikatsiyalar turiga kiradi. Mana mavzul applikatsiyamiz va keyingi applikatsiyamiz badiiy applikatsiya. Mavzuli ishlarni yoritish faqat mehnatga emas, balki badiiy tayyorgarlikni ham talab qiladi. Texnologiya ta'lim darslarida applikatsiya ishlarini bajarish texnikasi o'rganiladi. Rangdor surat, applikatsiya va mavzularning elementlarini o'quvchilar turli bayramlarda bag'ishlangan. Misol uchun tabriknoma, ochiq xat muqovasi, yo'l belgilari ishlarini bajaradilar. Ish mavzu va fakt tanlashdan boshlanadi. Mana badiiy applikatsiyalarning biri hisoblanadi. Ana endi applikatsiyalar, 7 ta applikatsiya bilan tanishib o'tdik. Bu applikatsiyalarni bemalol matolarda ham tushirishimiz mumkin. Matodan applikatsiya tayyorlash birmuncha murakkab hisoblanadi. Buni o'sha 4-sinflarda qo'llashimiz mumkin. Kashtadozlik xalq amaliy san'atining eng keng tarqalgan turlaridan biri hisoblanadi. Matolardan applikatsiya tayyorlash kashtadozlikning bir ko'rinishi hisoblanadi. Applikatsiyada kashta bajarish biror matodan tanlangan fonga boshqa mato parchasini mahkamlashdan iborat bo'ladi. Matolar tikish yoki element yelimlash usullari bilan fonga mahkamlanadi. Mana shunday qilib ketma-ketlikda o'sha mana matodan applikatsiya ko'rishingiz mumkin. Bu juda chiroyli amalga oshiriladi va yana applikatsiyaning yana bir turini somondan applikatsiya ham tayyorlashimiz mumkin bo'ladi. Somondan mana applikatsiya hozirgi kunda keng ko'lamda qo'llanilmoqda va bezak sifatida o'sha bemalol o'sha somondan applikatsiyani tayyorlab tayyorlanyapti. Mana applikatsiyaning turlari. Bu esa mana boshlang'ich sinf o'quvchilarida applikatsiya mana 5-darsda berilib o'tgan, bemalol ko'rishimiz mumkin bo'ladi. E'tiboringiz uchun rahmat.